Minecraft, lekin men ekinlarni eka olaman. Oddiy ekinlar emas, olmos ekinlar. Siz xavotir olmang, bu Minecraftda barcha rudalarni o'stirib bo'ladi. Oltin deysizmi, emerald deysizmi yoki ko'mirmi, barchasi o'sadi. Videoni boshlanishidan oldin esa tezda kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana bu statistika sizlarni qanday qilib videoni ko'rayotganinglarni bildirib qo'yadi. Shuning uchun tezda obuna bo'ling. Plains biyomida spam bo'libmiz. Bu biyomni prosta sevaman. Bu biyomda chunki qishloq topish juda ham oson va bu yerda g'orlar har narsa bo'lishi mumkin. Har qanday narsani ko'rish mumkin. Qisqasi qilib aytganda bizning kuchayishimiz tezroq kechadi. Siz esa tezda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Men esa boshladim. Qani bu yerdan nimani boshlaymiz? Sen bu yerga yetishmayapsan. Qani unda daraxtga kuchayib olamiz. Albatta daraxt narsalarni yasab olamiz. Birinchi pikkajni o'zi yetadi. Endi esa tosh izlaymiz. Tosh topildi. Bu yerda hattoki ko'mir ham bor ekan. Uni ham olamiz. Albatta undan ham seed tayyorlaymiz va uni ham o'stirib ko'ramiz. Qayerda edi kraftlari? Qaysi? Mana ko'mir seedi. Ko'mir urug'i juda ham ajoyib. Endi buni to'g'ri berga ekib bo'lmas ekan, yaxshi. O'zi berga ekib ham bo'lmaydi-yu. Axir buni farmland ekish kerak. Qani, boshqa urug'lari ham bor ekan, juda ham zo'r. Unda bizga tosh qurollarni yasab olsak va tayyormiz. Endi nima qilishimiz kerak? Albatta qishloq topamiz, chunki qishloqda bir necha rudalarni birdaniga olish mumkin. Oltin, olmos, temir va boshqalarni ham, hatto redstone ham chiqib qolishi mumkin. Faqat bu 100% random evaziga bo'lib qolishi mumkin. Biz boyib ketamiz. Shunday qilib, shu tog' orqasida chiqsa juda ham zo'r bo'ladi. Bu yerda esa qo'ylar bor ekan, demak bizga ovqat hamda jung bo'lib qoladi. Bu bizga yotoq yasash va ovqat uchun kerak bo'ladi. Jonni to'ldirib, qani bu yer tog'mi? Qanaqa qo'rli tog' echki bor ekan, baqiroq echkimikin. Har bir videoni shunaqa qilsam-mikin, barcha moblarni to'plash qilsam, qanday chiqardi-ya? Juda ham yaxshi g'oya-yu, lekin juda uzoq vaqt oladi. Shuning uchun hali unga o'tmay turamiz. Lekin bu yerda hozir ovqat turgan paytda boshqa nima ham qilamiz? Tezda kel bu yoqqa, kel, seni o'ldirishim kerak va nihoyat ovqat. Endi qishloq topishimiz kerak, demak buni orqasida qishloq yo'q ekan, qanaqadir joy. Buni orqasida ham Plains biomi borligi bilinib turibdi. Bu yerda esa temir albatta kerak bo'ladi. Bitta, ikkita bo'lish kerak. Ikkita, uchta, to'rtta bo'lganda biz temir sidini yasay olardik. Keyin temirga boyib ketishimiz mumkin edi. O'zing senlar ham, menga ko'proq ovqat kerak. Bu sidni qurish uchun juda ham chiroyli sid ekan, lekin nimagadir bu yerda hech qanaqa 203 chaqirim atrofda bironta qishloq topamadim. Qaralar go'zalligini, faqat qishloq yo'qligi minus bo'lyapti xolos. Qochdi zo'roq skeletlardan men suyak to'playman deb o'lib ketishimga sal qolyapti. Jonim oz qoldi. Bu videoda men o'lmaslikka harakat qilishim kerak. Hattoki oddiy jonlar bo'lsa ham, chunki bu hardcore bo'lmasam qishloq topdim va nihoyat oldinda bir to'da zombilar, faqat menga tegmalaring ozgina jonim qoldi. Axir 5 ta jonim qoldi-yu, 4.5 ta. 5.5 ta emas, 4 ta jonim qoldi endi. Tegmalaring zombilar menga 3.5 ta, 2.5 ta hisoblash emasini chiqarib qo'yapman. Tezda qochish kerak. 2.5 ta jon bilan bu yerda tirik qolish qiyin keladi. Menga tegma. Yarim ta jonim qoldi. O'lmaslikka harakat qilamiz. Tezda qishloqqa qochamiz. Balo kartrijim qo'yib qo'yganman shekilli. Hamma tezda uyga kiramiz va yopamiz, uxlaymiz, turamiz. Va nihoyat tong yotdi. Qornim och, ovqat kerak menga. Bu sandiq ichida esa non bor ekan. 3 tagina hech yo'q deganda bor ekan. Yaxshi. Endi biz jonimizni to'ldirib olishimiz kerak. Yarimta jon bilan bu yerda o'lib ketamiz. Skelet hali ham bu yerda baqirayib turibdi menga. Hali ham turibdi shekilli. Mayli, tezda jonimiz to'lyapti. Yaxshi, skelet yo'q ekan, o'lib ketgan shekilli. Demak bizga drop tushgan. Ya'ni suyaklar tushsa, endi bizga seedlarimizni o'stirish imkoniyatimiz bo'ladi. Qani suyaklari? Mana topdim suyaklari va nihoyat ikkita suyak bo'ldi. Endi bu bilan biz seedimizni o'stirishimiz mumkin. Qaysi joyda fermerning uyi bor ekan? Qani fermerning uyini topishimiz kerak. Bizga fermerning uyi kerak va nihoyat fermer yonimizda turibdi. Va endi bu yerdan sening bir tomorqangni o'g'irlaymiz endi. O'zimiz tomorqa qilib o'tirmaylik, maylimi? Buni sindiramiz. Endi sen boshqa fermerchilik qila olmaysan, pensiyaga chiqsang ham bo'laveradi. Bu yerda esa narsalaringni olib tashlaymiz. Xafa bo'lma, sen hali boshqa yaxshiroq kasb egasi bo'lasan, kelajakda albatta. Mana endi ko'mirni ekib ko'ramiz. Ya'ni ko'mir urug'i qanday chiqarkin? Menimcha juda uzoq vaqt ketadi. Shuning uchun bizga suyak kerak bo'ladi. Hali unga
esa pechkani qo'yamiz. Pechka demak crafting table va pechka. Buning ichiga esa ko'mir emas, ko'mirni solamiz. Albatta bizga ko'proq temir kerak. Temir yonimizda yuribdi. Mayli. Endi bizga savdo qilish ham kerak va ovqat ham kerak. Haybalar yaxshi hamki shu yerda ekan. Ya'ni somonlar endi inglizchaga o'tib ketaveradi. Hammasini olib olamiz. Bizga hali qornimiz to'q tutishi kerak. Hali biz oltin olma ham yasaymiz. Hali ko'rasiz, biz boy bo'lib ketamiz bu yerda. Va buning ichida somon tayyor. Somonni olamiz bu yerda. 99 tadan ko'p, demak, nechta 33 ta, 34 ta bo'libdi. Atigi shunchami, buncha oz. Men bu qishloqdan ko'proq narsani kutgandim. Bu yerda qishloq esa baqirayib turibdi, chunki men uni tamirg'ozini olib oldim, bechora. Sen nima sotasan, trader? Qani? Ichida hammasi keraksiz narsalar. Mayli, men kerakli narsa sotasan deb o'ylagandim. Bir yaxshiroq savdo sotiq qilardik sen bilan ham, lekin sen bilan xayrlashib o'ldirishim kerak edi. Lekin umring uzoq bo'lib yuraver. Hozircha faqat men esa bu yerda narsalarni tekshirsam, hali ham o'smayapti, demak suyak kukunidan ishlatamiz. Qani, suyak kukunidan ishlasak nima bo'lar ekan? O'syapti, ko'mir chiqyapti. Aytganimdek, ko'mir birinchi rudamiz ko'mir bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Yonimizda golem. Nimaga bu yerga kelib olding? Bo'qpami bu yerda senga? Yo'qol bu yerdan. Sen urib qo'ysam, hozir men orqamdan quvlab yurasan. Bo'lmasam birga kelisha olmay qolamiz, to'g'risi. Yo'qol bu yerdan. Ko'mir, juda ko'p ko'mir berdimi? 9 ta ko'mir berdi va urug'ini yana qaytarib berdi. Tezda yo'qol bu yerdan. Men yana ekishim kerak va ko'proq ko'mir olamiz hali. Juda ham ajoyib, 9 ta ko'mir berar ekan bittasi. Bu dahshat-ku. Demak, temirni ham qilib ko'ramiz. Hozir temirdan urug' ikkita qila olar ekanmiz. Lekin bu ko'mir ekan, adashibman. Temir urug'i, temirni ham ekib ko'ramiz. Temirdan qanday bo'lar ekan? Unda ham 9 ta bersa juda ham zo'r bo'lardi. Ammo bizga suyak kukuni kerak. Shuning uchun kechqurun biz skelet ovga chiqar ekanmiz. Mayli. Yana bitta qishloqqa kelib olibdi bu yerga fermer. Qayoqdan paydo bo'ldi bu fermer? Ishqilib meni tomorqamga tegmasa bo'ldi. Bo'lmasam o'ldirib tashlayman. Bu yerda esa temir yuribdi, u bilan ham bir opa-chopa qilishimiz kerak. Bizga esa 4 kerak. Qani bu yerdan olamiz? Bitta, 2 ta, 3 ta. 3 ta yetadi. Ortiqchasi ortiqcha. Qani sen uramiz endi sekin astalik bilan. Bum! Va biri bizni orqamizdan quvlaysan, 3 ta tepaga chiqib olamiz va azoblaymiz. Qani kela qol bu yerga. Kelishini qaranglar, lapanglab. Baqirayman, menga baribir o'lib ketasan bu yerda. 3, 4, 5, 6, 7 bu yog'i ko'payib ketyapti. Va nihoyat o'ldi bu temir bashara ham. Endi pastga tushib turib temirni olib olamiz. Yana bitta temirdan nima yasab qo'ysak ekan? Urug' yasab qo'ysam ekan yoki bo'lmasam o'rniga temir pika yasakmi ekan? To'g'risi juda ham boshim qotyapti. Mayli. Yo'q, men bu villagerni o'ldiraman hali. Men uni o'ldiraman. U meni narsalarimga tegibdimi? Qanday haqqi bor endi, o'z zo'rg'a o'sayotgandi bu bechoralar. Bu bechoralar meni urug'larim qanday o'sayotdi? Men temir olardim, hali boyib ketardim. Qayerga ketding? Hali keyin bu yoqqa bir oyog'ingni urib sindiraman seni. Bu mod kerak bo'lsa Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Sizlar o'tib majburan obuna bo'lib, modni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Men yonginamizda g'or topib oldim. Bu juda ham ajoyib. Chunki u yerda ko'proq rudalar topishimiz mumkin. Ko'proq rudalardan esa ko'proq seedlar yasashimiz mumkin. Ularni o'sirib biz boyib ketamiz. Yaxshi, Night Vision yoqib oldim. Endi olg'a. Bu g'orga gap yo'q ekan. Kattaligini qaranglar, juda ham massiv darajadagi. Bu yerga kirishdan oldin albatta qurollarini temirga almashtirib oldim. Juda ham yaxshi bo'ldi. Endi o'lmasligim mumkin yoki bo'lmasam sal nima desam ekan, bezopasniy edimi? Himoyada bo'lishim mumkin. Bu yerda oltin bor ekan, yaxshi. Endi biz ko'proq oltin olishimiz mumkin. Bu g'orrasi ham juda katta olmoslar va nihoyat seni bir 2 soat qidirib yurdim shekilli-ya. Qani endi men qo'limga tushasan. Menda bloklar kam ekan. Demak, olmosdan faqat bittami, yana 5-6 ta chiqib qolarmikin yonida. Desam adashibman. Juda chuqur adashibman. Demak, boshqa joydan izlashimiz kerak.
Bu g'orda juda ko'p narsalar bor ekan, lekin olmoslardan darak yo'q. Hali ham topolmayapman yana boshqa olmoslar. Bu yerda moblar juda ham ko'p spawn bo'lyapti. Nimaga? Bu to'xtang. Bu yerda spawner bor ekan. Qani berkinamiz va nihoyat men spawner topdim. Agar spawnerning ichidan yana ham zo'r rudalar chiqib bo'lsa-chi, va nihoyat o'zimni o'rab olaman va bu yerdagi sandiqlarni sekin-asta tunayman. Spawnerni sindirib qo'yamiz va buning ichida nima bor? Buni sindira olmayman ekan. Buni sindiramiz unda. Buning ichida bitta oltin olma, qolganlari esa musur. Lekin bizga albatta suyak kerak bo'ladi. Suyakni olib olamiz. Boshqa narsalar kerak emas. Va nargisini ham olishimiz kerak. Bunisini ham sindirib tashlayman va keyingi sandiq ichida nimalar bor? To'xtang, buni qanday qilamiz? Ichida yana bitta golden apple va suyaklari boshqa hech narsa kerak emas. Mayli, bu yerdagi olmoslar, ularni ham olamiz va tepaga chiqib ketamiz. Sizlar esa kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz tezda obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib qo'ying. Shunday qilib biz endi hattoki olmos rudalari ham yasay olamiz va ularni ko'paytirib biz o'zimizga ko'proq olmos qila olamiz. Juda ham yaxshi. Bu yerga ekamiz va bu boshlanishning, ya'ni boy bo'lishning birinchi davri. Chunki bizda hozir bittagina bor, hozir endi ko'paytiramiz va olmos ko'paymoqda. Juda ham zo'r o'sdi va oxirgisi bittada 9 ta olmos va bitta o'zini yana urug'ini qaytarib bermoqda. Bu juda ham ajoyib. Tez obuna bo'lib videoga like bosib qo'yinglar. Charchab ketdim aytaverib. Qani endi bizni urug'imiz mana diamond seed. Uni yana qaytatilsak, yana urug' o'sib chiqadi va bizga ko'proq olmos beradi. Bitta urug'dan 9 ta olmos. Bu axir juda ham crazy. Awesome desa ham bo'laveradi. Yana 9 ta berdi. Qani ajoyib. Yana o'stiraveramiz. 2 3 4 ta pishar ekan, demak. To'xtang, o'xshamay qoldi. 4 ta bo'lmay qoldi, 3 ta bo'lib qoldi. Ko'p sanaverdim. Yana bitta, mana 9 ta bo'ldi. Yana bitta eksak. Bu juda ham ko'payib ketaverar ekan, o'zidan o'zi ko'payar ekan. Demak, endi biz o'zimizga olmos aslaqalar yoki olmos rudalar ham yasab olsak bo'ladi. Olmos rudalar emas, olmos armorlar. Nargi tarafdagi oltin blokni olib kelishimiz kerak. Ya'ni nether portal buzilgan, nether portalda albatta oltin blok bo'ladi. Hech bo'lmaganda bitta bo'lsa ham yoki ko'milib qolgan bo'lsa ham bo'ladi. Demak, uni olib olamiz va qaytamiz. Shunday qilib biz bundan ham endi urug' yasashimiz mumkin. Oltin urug'lar 2 ta yasay oldik. Bu yaxshi, chunki oltinlarni endi tez ko'paytira olamiz. Bu yerga ekamiz va bu yerga ekamiz. Hali bu tarmoqlarni yana ham kattalashtiramiz va o'smoqda oltinlar. Qaranglar yaltirashini. Bunisini ham o'stiramiz. Ikkalasidan 18 ta berar ekan, lekin bittasi o'smay qoldi. Oxirigacha bizga ko'proq suyak kukuni kerak. Suyak kukuni esa bizda juda ham ko'p. Buni o'stiramiz. Qani. Bu ham o'smoqda. Bunisini ham oxirigacha o'stiramiz. Va natijada bizga 18 ta yana qo'shimcha oltinlar qo'shildi. Bu degani biz yana ham boyidik. Buni yana ekib qo'yamiz bularni. O'zi o'sib turadi yoki bo'lmasam biz olmos kukuni orqali o'stiramiz. Ya'ni olmos kukuni emas, suyak kukuni orqali. Shunday qilib biz boyib ketaveramiz. Shu tarzda davom etsak, albatta biz orzuyimizdagi nostalgik uyni qura olamiz. 2000 years later. Shunday qilib yillar o'tgandan keyin men tomorqamni kengaytirdim. Qaranglar, qanday ajoyib, juda ko'p oltinlar o'smoqda. Hattoki emerald ham qo'shib qo'ydim yoniga. Spawn qilib juda ham ko'proq olishimiz mumkin endi bu itemlarni. Ya'ni itemlar emas, temirlarmi? Yo, temir emas, oltinlarni desam, bu yerda juda ham boymiz endi. Boy. Endi bulardan bloklar yasab, yana nostalgik uyimizni bitirishimiz mumkin. Qani boshladik. Mana biz uy quradigan joy juda ham ajoyib sohil bo'yida va juda ham chiroyli qilib ko'ramiz. Olmos bloklar, izimrud bloklar va oltin bloklar bilan qani boshladik. Qani izimrud blok bu yerga va chekkalar izimrud bloklar, ya'ni poydevorlari, narigi taraflari esa oltin bloklardan, ya'ni pasti va tepasi oltin blokdan, chekkalari esa olmos blokdan bo'ladi. Tadam, bizning nostalgik uy ham tayyor. Esingizda bo'lsa, biz birinchi Minecraftni boshlaganimizda xuddi shunday uy qurardik. Ya'ni olmoslardan, dordlardan va xuddi shunaqa chiroyli qilib o'zimizga tushunchaki yo'qordida. Chunki biz hali Minecraftni endi boshlagan edik. Siz esa tezda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Keyingi videolar qiziqroq, yana ham zo'rroq chiqishi uchun qani like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.